bugungi oladigan bilimlaringiz boy va qashshoqlar o'rtasidagi farqni belgilaydi. Boylikni boshqaruvchilar bilan boylik tomonidan boshqariluvchilar o'rtasida chiziq chiziladi. Bu bilimlarni tushunib yetganingizdan keyin pulga qarash nuqtai nazaringiz butkul o'zgaradi. Xo'sh, pul nima? Ko'pchilik uni hamyonidagi qog'ozlar, cho'ntagidagi tangalar yoki bank hisob varag'idagi raqamlar deb o'ylaydi. Ammo pul aslida bu narsa emas. Pul bu kelishuv, ishonch tizimi. U faqat bizni unga ishonganimiz uchungina qiymatga ega. Tarix davomida turli shakldagi pullar mavjud bo'lgan. Oltin, kumush, jig'anoqlar, hattoki tuz ham. Qadimgi Rimda askarlarga maosh sifatida tuz berilgan va aynan shuning uchun ingliz tilidagi salary, ya'ni maosh so'zi salt, tuz so'zidan kelib chiqqan. Biroq zamonaviy pul butunlay boshqacha. U fiat valyuta deb ataladi, ya'ni uni o'ziga xos hech qanaqa ichki qiymati yo'q. Hukumatlar uni yaratadi, markaziy banklar uni bosib chiqaradi va ular istagan paytda pul miqdorini oshirish yoki kamaytirishi mumkin. Eng hayratlanarli tomoni shundaki, dunyodagi pullarning 90% dan ortig'i raqamli shaklda mavjud. Agar butun dunyodagi pul miqdorini olib qarasak, taxminan 40 trillion dollar va shundan atigi 10% dan kamrog'i haqiqiy naqd pul. Qolgan hammasi shunchaki bank serverlarida saqlanadigan raqamli kreditlardir. Va bundan ham g'alati tomoni, bu pullar hech qachon real aktiv bilan ta'minlanmagan. 1971-yilgacha AQSh dollari oltin bilan bog'langan edi. Ya'ni har bir dollar real oltin zaxiralari bilan ta'minlanishi kerak edi. Ammo 1971-yilda prezident Richard Nixon oltin standartini bekor qildi va shu orqali Federal rezervga cheksiz miqdorda pul chiqarish imkonini berdi. O'sha paytdan boshlab pul cheksiz resursga aylandi. Ammo bu faqat uni nazorat qiluvchilar uchun. O'shandan beri AQSh dollari o'zining qiymatini taxminan 85% dan ko'prog'ini yo'qotdi. Agar 1971-yilda sizda 100 dollar bo'lganida, bugungi kunda u faqat 15 dollarlik mahsulot sotib olishgina yetardi. Va bu tasodif emas, bu inflyatsiya natijasidir. U bir necha kishining foydasiga, qolganlarni esa sezilmas ravishda boyligini yo'qotishga xizmat qiladi. Moliya bozoridagi eng muhim tushunchalardan bittasi inflyatsiya, eng noto'g'ri tushuntirilgan, ammo shu bilan birga eng xavfli iqtisodiy kuchlardan bittasidir. U fond bozori inqirozi kabi kutilmaganda kelib qolmaydi. Hech qanaqa e'lon yoki ogohlantiruvchi signal bilan sodir bo'lmaydi. U asta-sekin, oyma-oy, kerak bo'lsa 20 yil kirib keladi. Sotib olish imkoniyatlaringizni yemirib, jamg'armalaringizni yo'q qiladi va boylarni boyroq qilgan holda qolganlarni yanada qiynalishga majbur qiladi. Inflyatsiya aslida nima? Ko'pchilik uni shunchaki narxlarni oshishi deb tushunadi. Bu qisman to'g'ri, lekin inflyatsiya faqat narxlarni ko'tarish emas, u aslida pul qiymatining pasayishi demakdir. Do'kondagi narxlarni oshishini, benzin yoki kommunal to'lovlarni qimmatlashishini ko'rganingizda, aslida ro'y berayotgan narsa pulingizni o'z qiymatini yo'qotishidir. Bu siz hech qachon xohlamagan, undan qochib qutula olmaydigan yashirin soliq kabidir. Inflyatsiyani to'liq tushunish uchun uni ildizlariga nazar solishimiz kerak. Tarix davomida hukumatlar va markaziy banklar inflyatsiyani qasddan iqtisodiy vosita sifatida qo'llab kelgan. U oddiy iqtisodiy o'sish natijasidagi kutilmagan hodisa emas. Bu siyosiy qaror va bu qarorlarni qabul qilayotganlar faqat bitta maqsadni ko'zlaydi. Tizim o'z manfaatlariga mos ravishda ishlashini ta'minlash. Xo'sh, pul qanaqa qilib qadrsizlanadi? Xullas, hukumat yoki markaziy banklar iqtisodiyotdagi mahsulot va xizmatlarning hajmini oshirmasdan turib, ko'proq pul chiqarishni boshlaganda, pullar har bir birligiga qadrsizlanadi, ya'ni inflyatsiya sodir bo'ladi. Bu so'nggi yillarda misli ko'rilmagan darajada sodir bo'ldi. 2020-yilda AQSh Federal rezervi 3 trillion dollardan ortiq yangi pul bosib chiqardi va bu Amerika tarixini birinchi 200 yil davomida chiqarilgan jami puldan ham ko'proq. Tasavvur qiling, 2 asr davomida chiqarilgan puldan ko'ra 1 yil ichida ko'proq pul chiqarildi va bu faqat AQShda emas, balki butun dunyoda sodir bo'ldi. Markaziy banklar iqtisodiyotga trillionlab dollarlar quyishni boshladi va bunga shunchaki stimulyatsiya deb nom berishdi. Natijada nima bo'ldi? Narxlar osmon qadar ko'tarildi. O'rtacha uy narxlari atigi 2 yil ichida 30% dan ortiq oshdi. Benzin narxlari keskin ko'tarildi. Oziq-ovqat narxlari tarixiy eng yuqori darajaga chiqdi. Buning natijasida kim eng ko'p zarar qildi? Albatta, moliyaviy piramidani eng quyi qatlamidagi odamlar, ya'ni oddiy ishchilar. Jamg'arma hisobiga yashayotgan pensionerlar va o'rtaqol oilalar. Ko'pchilik inflyatsiyani kuchli iqtisodiyot belgisi sifatida ham ko'rsatishadi. Aslida esa bu o'rta sinf va kambag'allarga qarshi iqtisodiy hujum. Narxlar oshgani sari stabil daromadga ega odamlar qiynaladi, lekin boylar esa yana ham boyib boraveradi. Buning sababi Cantillon effektida yotadi. 18-asr iqtisodchisi Richard Cantillon tomonidan ilgari surilgan bu tushuncha yangi chiqarilgan pullar iqtisodiyotga qanaqa kirib borishini tushuntiradi. Yangi pul odamlarga to'g'ridan-to'g'ri berilmaydi. U avval banklar, korporatsiyalar va moliyaviy elitalarga tushadi. Ular esa bu pullarni aksiyalarga, ko'chmas mulkka va boshqa aktivlarga sarmoya qiladi. Natijada avval aktiv narxlari oshadi, keyin esa iste'mol mahsulotlari va ish haqiga ta'sir qiladi. Bu esa boylar va kambag'allar o'rtasidagi farqni yanada chuqurlashtiradi. Masalan, yana o'sha 2020-yilda trillionlab dollar bosib chiqarilganda, birinchi navbatda fond bozorlari rekord darajada o'sdi, lekin millionlab odamlar ish joylarini yo'qotdi. Kichkina bizneslar yopildi va bu shunchaki tasodif emas. Bu inflyatsiyani qanaqa ishlashini tushunganlar uchun oldindan aytib bo'ladigan natija edi. Ular uchun bu inqiroz falokatli kelgan bo'lsa,
elit qatlam uchun imkoniyat eshiklarini ochadi. Tarix davomida iqtisodiy tanazzullar o'rta sinfni barbod qilgan, kichik bizneslarni yo'q qilgan va ishchi tabaqasini qattiq siquvga olgan. Ammo elita, ya'ni eng boy shaxslar va korporatsiyalar uchun bu inqirozlar har doim eng katta boylik orttirish imkoniyati bo'lib kelgan. Boylar iqtisodiy inqirozdan nafaqat omon qoladi, balki ularni kuchaytirish, aktivlarni arzon narxda sotib olish va yanada boyroq bo'lish uchun ishlatadi. Xo'sh, bunaqa holatda o'zimizni qanaqa qilib himoya qila olamiz? Hayotda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va kutilmagan inqirozlarga tayyor turish har bir inson uchun juda ham muhimdir. Ayniqsa, iqtisodiy o'zgarishlar va bozordagi noaniqliklar davom etayotgan bir paytda moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlash va aktivlarni himoya qilish strategiyalari dolzarb ahamiyat kasb etadi. Buning uchun eng avvalo naqd pul zaxirasini yaratishimiz kerak. Inqiroz davrida naqd pulga ega bo'lish moliyaviy mustaqillikka asosiy shartlardan bittasi. Ko'pchilik moliyaviy muammolarga duch kelishi asosiy sababi zaxira jamg'armasining yo'qligi. Shuning uchun kamida 6 oydan 12 oygacha yetadigan jamg'armani shakllantirishimiz lozim. Agar kutilmaganda ish joyingiz yoki asosiy daromad manbaingiz yo'qolsa, bu sizga vaqtincha bo'lsa ham moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish imkonini beradi. Jamg'armani faqat bankda ushlab turish bizga yetarli emas. Likvid aktivlarga ega bo'lish ham juda ham muhim. Masalan, dollar, oltin, hatto ba'zi kriptovalyutalar moliyaviy himoya sifatida bizda ishlatilishi mumkin. Bularni amalga oshirish uchun barcha daromadlarimizni sarflab olmasdan har oy kamida 20-30% ni jamg'arma sifatida ajratib qo'yishimiz tavsiya etiladi. Faqat oylik maoshingizga tayanib yashash ham juda katta xatoliklardan bittasi. Inqiroz yoki moliyaviy beqarorlik davrida faqat bitta daromad manbaiga ega bo'lish sizni xavf ostiga qo'yadi. Ushbu video Maqsad klub yopiq hamjamiyatidan olingan. U yerda biz bu kabi zamonaviy insonga muhim bo'ladigan ko'plab mavzularni tahlil qilamiz. Tanish bilish bu kapital. O'z-o'zidan kelib qolmaydi. Pul o'z-o'zidan kelib qolmaydi-ku, bu ham xuddi shunaqa. Moliyaviy kapital tiyinma-tiyin ishlab topilsa, tanish bilish ham bitta-bitta kontaktlarni yig'ib topiladi. Qadriyat va prinsiplarni tushunib yetib, biz bugungi ko'nikmamizga yetib kelamiz. Bu shaxsiy standart. Qadriyatlar umumiy biz ishonadigan ideallar, g'oyalar bo'lsa, prinsiplar o'sha ideallarga asoslangan hayotiy harakatlar modeli. Va bundan tashqari boshqa bir nechta yo'nalishlarda rivojlanamiz. Hormanglar, maqsadchilar qalaysizlar. Bir oy o'tdi, mana yana qaytib ko'rishyapmiz. Davlatlar xalq tomonidan saylangan hukumatlar tomonidan boshqariladi degan tushuncha demokratik jamiyatda tamal toshi hisoblanadi. Men doktor Akbar Shoh, urolog, andrologman. Bugungi videomizning mavzusi ozish bo'ladi. Fikrlash qanday jarayon va ezoterik fikrlash qanaqa, ekzoterik fikrlash qanaqa degan savolga javob berishimiz kerak. Agar siz o'zingizni bizni g'oyadoshimiz deb o'ylasangiz va birgalikda rivojlanish niyatida bo'lsangiz, unda sizni hamjamiyatimizda kutib qolamiz. Klubimiz oylik obunasi 88 ming so'm. Obuna ichiga shu kungacha kanalda joylangan barcha ma'lumotlar kiradi. Bu kurs emas, bu ijodimizni qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyat. Bir maqsad atrofida birlashganlar aql bovar qilmas kuchga ega.